Vatan uchun, millat uchun, xalq uchun shiori ostida tashkil etilgan Mustaqilligimizning 34 yilligi viloyatimiz amfiteatrida ochiq osmon ostida yuksak saviyada tashkil etilgan. Bugun xalqimiz ham ushbu bayramni ko'tarinki ruhda nishonlamoqda. Hozir esa bayram tafsilotlarini birgalikda kuzatib boramiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Albatta bayram kayfiyati juda ham yuqori saviyada, chunki viloyatimizda o'tkazilayotgan mustaqilligimizning 34 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan tadbir juda ham bir ajoyib ko'rinish bilan o'zini ifodasini ko'rsatmoqda. Albatta viloyat hokimimizni viloyatda erishgan yutuqlar, ayniqsa ta'lim sohasida olib borilgan ishlar bo'yicha bildirilgan rahmatnomalari biz ta'lim sohasi vakillarini juda ham quvontirdi. O'zbekiston Respublikasining 34 yillik mustaqilligi bilan barcha yurtdoshlarimizni chin qalbimdan muborakbod etaman.